Masalan, Rossiyada bo'lsa $500 dan jo'natayotgan bo'lsa, Koreyada bo'lsa $2000 dan jo'natayotgan bo'lsa, shu pul ko'zimizga ko'rinadi-da bizni. Hozir bir oy deydi, minus ubitga deydi. Hozir o'g'limni chaqirsam, bir oylik kelayotgan puldan mahrum bo'laman-da, undan ko'ra yuraversin. Kelyapti, maza qilib sarflayapman, to'y qilyapman, devorga choplayapman, mashinani yangilayapman, chekni solyapman, yerda olyapman. Lekin u o'g'ilni zimmasidagi mas'uliyatga kim javob beradi? O'g'il sizdan so'rayapti. Maylimi, oilani oldiga olib borib bir oy otpuska qilsamda borib bola chaqam bilan bo'lib kelsam desa, yura olaverim, kelin zo'r yuribdi, hech ijaratim. Bolalaringga ham o'zim qarayapman, hamma yo'g'ini o'zim qilyapman demang. Uni tark farz qilib qo'yishiga sababchi bo'lib qolmang. Allohdan qo'rqing. Ayol kishini o'sha hammamiz bilgan hissiy tabiiy ehtiyoji ham bor. U ham odam, tirik odam. U ham o'sha erkak kishini mehriga, yaxshi so'ziga muhtoj bo'ladi. U ham kechasi kunduz emas, kecha kunduzi yo'q, qaynasi bilan, dugonasi bilan, osini bilan gaplashadi. Kechqurun ham kim bilandir hamsuhbat bo'lgisi keladi. Bu uni tabiiy ehtiyoji, af'oli g'arizasi. Xudo uni shunaqa yaratgan.